Hürmetli obunachilarimiz, sizlar bugün tanıştırıp o'tadigan mashinalarimiz zo'r bahada, cho'tki bahada chiqadigan Malibu 2 1.5 turbina mashinalarimiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan 82 ming kilometr yurgan kapot krelida kraskasi bor. Mashinamizda propan ustanovka bo'lgan. Ten narxi 230 million so'm. 230 million so'm. Eldinde 20 milyon so'm bilan aldı sattı nomer gayı hamma narsasi içinde 7 milyon 700 ming so'mdan oylik to'lovi chiqadi. Yana bir varianti bor. Buni bir kilometrda petnosi bor. Bam 2020-yil 30 bam shuningdek kilometr yurgan pashti. Probegi buni bahasi 230 buni bahasi chiqadi. Buni bahasi 238 milyon so'm. Bu eldinden 30 milyon so'm bilan chiqadi. Malibu ikkimiz 20 milyon bilan chiqadi, bu 30 milyon so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi shu 7 milyon 700 dan chiqadi. Mashinamiz holatlari zo'r ikkisi ham. Galaverasida Qo'sh ko'prik avtosavdo komfort bozorimizda duradi mashinalarimiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Videomizga bir like, podpiska bosishni unutmanglar. Mashinalarimiz ko'p yana.